أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سورة البلد مكية وآياتها 10 yani bugün okumakçı olan dersimiz sabahlaşla Beled suresi Mekki'ye ait yani Mekki sürü tevellikiye ait sure 20 ayet. Bu surmu şu Mekki degandan keyin xarakter jihatda biz ilgari o'qigan surlar bilan o'xshash bir turga, bir qatorga tiziladi. Ya'ni asosliq suraning nishonlari aqida, iman masalasi, tirilish, hisob jazoga iman etish masalasi, hisob jazo bir ilingan vaqtidagi mu'minlarning, abrorlarning ahvollari bilan fujjarlarningki, nacharlarningki, ashqiyolarningki ahvoli haqida so'zlaydi. Bu davomli har kunlik dars davatimiz Mekki surelerining xarakteri bu. Abduramda musha ahvollarni bizga eskartib, darsimizning 5-da, ya'ni suraning tafsirining 5-da Bayna yaday sura degan nom ostida bu masalalarni bizga so'zlab turibdi. Qani kelayli. Hadihi suratul karima makkiyya وأهدافها نفس الصور المكية من تثبيت العقيدة والإيمان والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء والتمييز بين الأبرار والفجار. Bu sure Mekki bulup bunun nişanları Mekki surlarının nişanlarının özü şu. Yani akidini, imanını ispatlaş, hesap, cezaga, iman keltirishga markazlashtirish, yaxshi yomonlarning o'ttirini farqlantirishdan iborat mushu nishonning aynisi shu. ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام الذي هو سكن النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لشأنه وتكريما لمقامه الرفيع عند ربه. يعني السورة الكريمة بلد الحرام بلن حرام بلن قسم قلب başlandı. الذي هو yani bu haram şehri Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki turgan o'rni, yurti. Bunda qasam qilib başlashning sababi ta'ziman li sha'nihi. Peygamber aleyhissalamning martabasini ko'tarish, Resulullah'ın Rabbining nazaridagi büyük maqomini hurmatlash, kuffarlarning nazarlarini shuningga qaritishga, shuningga chekishga, Peygamber aleyhissalamga bu amin shaharda aziyat berish Allohning nazaridagi eng cho'ng katta gunohlarning qatorida ekanligini bularga eskartish, shuning ularning diqqatini chekish yusidan mushu shahar va bu shaharlar qasam qilib boshlandi va bu shaharningki Peygamber aleyhissalamningki turadigan yurt ekanligi eskartildi. ثم تحدثت عن بعض كفار مكة الذي اغتروا بقوتهم فعاندوا الحق وكذبوا رسول الله. Andaki bu suriyana bir qism Mekke'nin müşrikleri hakkında sözledi ki bular özünün güç kuvvetiga aldınıp, mağrurlanıp, haqiqatga qarshi chiqib Peygamber aleyhissalamni inkar qildi, özünün pul mallarını po'chilik, faxr ishlarga ishlatdi. Bular o'ylaydi-ki, zannan minhum degani bular shunday o'ylab qildiki, mallarni sarf qilish bulardan Allohning azobini dafi qiladi deb o'ylab qoldi. Halbuki Alloh oyat bularga keskin hujjat va ochiq faktlar bilan raddiya qaytardi bu surada. Summa tanawalat ahval al-qiyama va shadaidaha. Andikin bu suriyada qiyomatning qo'rqinchisi, ig'irliklarini o'z ichiga oldi va oxiratda insonning oldida bo'ladigan musibat, jafolik, to'salg'ular, ya'ni inson uni faqat iymon, yaxshi amallar bilan kesib o'talaydigan mushaqqat, qiyinchilik, musibat, to'salg'ularni tilga oldi. Ya'ni inson shunga uchraydi oxiratda. Va sura karima oxirisida Aşu echinishlik ig'ir kundagi mu'min kofirlarning o'tirini ayirish bilan oxirlashdi va bu suriyana suada saidlar bilan, yaxshi kishilar bilan ashqiyolarningki darul jazo atayli qiyomat kunidagi keyingi dunyoda, keyingi o'tirabdagi dunyodagi ikkisining oqibatini, qaydadigan o'rnini, erishadigan natijasini bayon qildi. Suraning mazmuni shu shaklda davom qildi. Endi biz tafsirini başlashdan ilgari tafsirda suradagi bir qism so'zliklarni ko'rib o'taylik. Surada laqad xalaqnal insana fi kabad deb bir so'z bor. Kabad
maş sürüdeki işletilgan o'rnida shiddat, mashaqqat degan ma'noda bo'ladi. Ig'irchilik, qattiqlik, mashaqqat degan ma'noda. Aslisi kabada rajuludan chiqqan. Ya'ni odatda bir odamning jigiri bu odamni qattiq azoblab qiynab qo'ygan bo'lsa, buni kabada degan iboratlar ishlatiladi. Bu dastlabki shu kabadaning lug'at ishlatilish ahvoli. Shundan keyin bu so'z har qanday jafo mushaqqatga shu kabat ishlatilgan. Yine shu ma'noda mukabada deb mandami qo'llaniladi. Qattiq ig'irliklarni tetsa bir odam. Qattiq ig'irliklarga uchursa, shunga mukabada deb qo'ydi. Tamam. Ondan keyin keldik falaqtahamal aqabadagi iqtahamadagi iqtiham tizlik bilan nayt qattiqlik bilan bir yerga kirish. Ya'ni iqtahamal amr deydi, bu ish hujum qildi, bu ish buzab kiradi degan ma'noda iqtahamal haysn deb qo'ydi. Ya'ni sepilga hujum qildi degan ma'noda, buzib kiradi degan ma'noda o'zini shu sepilga nimasiz ikkilanmasdan qana qilsa atsa shunda bo'ladi. Aqaba degani tog'dagi o'ng'ur do'ng'ur yo'llarni, ya'ni tusalg'u, yo'ldagi odamga tusalg'uladigan yo'lni aqaba deb qo'ydi. Fakku raqabatindagi fak bir narsani ajratish degan ma'noda. Fakaktul habl deb qo'ydi, og'amchini shishish degan ma'noda. Fakaktul asr deb qo'ydi, bir odamni asrlikdan qutqizdim degan ma'noda. Masg'aba ocharchilik ma'noda, sag'abar rajul deb qo'ydi, bir odam echib qolsa. Raqib deydi, bu jafo bilan echishni masg'aba deymiz deydi. Matroba degani qattiq kambag'allik, bir qattiq ehtiyoj. Dilado taribar rajul deb qo'ydi, bir odam ehtiyojli bo'lib to'pig'i choplashib kelsa. Atraba deb qo'ydi, bir odam boy bo'lsa. Yine shunday athra degan shu atlari thara namrat bo'lgan to'pi ma'nosida, tuproq ma'nosida, athra boy bo'lgan ma'noda, tariba namrat bo'lgan ma'noda, atraba boy bo'lgan ma'noda. Mu'sada degani ya'ni mutabbaqa, ya'ni arz awsadatul bab, ishqimni taqsa bir yerga, ishqni gupdek yapsa, awsada deb qo'yamiz, mushaydan chiqqan dal naq keladigan degan ma'noda, butunlay taqalgan degan ma'noda. Endi tafsirini o'ziga kelsak, la uqsimu bi hadal balad. Buni o'zi bir qasam, amma bilan balog'at o'quqliq, nahvida o'quqliq, bunda qasam iboralaridagi la zoid bo'lib keladi yoki ma'nosi qasam qilaman degan bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo haram shahri bo'lgan Makka bilan qasam qildiki, Alloh bu Makkani Baytul Atiq, Sharq G'arb ahlining qiblasi bo'lgan Baytul Atiq bilan sharafli qilgan, sharaf bergan va bu shaharni rahmatlarning tushadigan o'rni qilgan. Mushu shaharga har shayning mevalari shu shaharga yig'iladi. Bu shaharni haraman aminan qilgan. Bunun hürmetini osmon zamin yaratgandan tortib bekitgan. O shahar mangu harom shahar. Ya'ni u shaharda boshqa shaharda qig'ilib bo'ladigan o'xshashlar ma shaharda qig'ilmaydi. Endi shu alohidlik va fazilatlar bir yerga yig'ilgan bo'lg'achqa فلما استجمعت تلك المزايا والفضائل شو alohidlik va fazilatlar bir yerga to'plashqa yig'ilgan bo'lg'achqa aqsamallohu taala biha shu shaharlar shunga qasam qilgan. Tafsilda keldi, bu yerdagi baladdan maqsad Makka maqsad deydi, Makkani iroda qildi Alloh deydi. Bil ittifoq, ya'ni Alloh shu Makka bilan qasam qilishi, shu Makkani tashrifan laha, ya'ni uning sharaf berish, uning martabasini ko'tarish, ulug'lash uchun. Va anta hallun bihadal bas. Sen bu shaharda turibsan deydi. Ya'ni sen ey Muhammad bu shaharda, ya'ni Allohning amin shahri bo'lgan Makkada sakin va muqim turibsan. Baydaviy davotida Alloh subhanahu va taolo haram shahri bilan qasam qilib Rasulullahning shu shaharga tushganligini, shu shaharda tug'anligini qayd qilib qo'yishi, ya'ni Rasulullohning shu shaharda turganligini, bu Rasulullahning fazilatini texmi namoyon qilish uchun va makonning sharifi, ahlining sharifi bilan bo'ladiganligini bildirishki, vaqt Makkaning sharifi payg'ambar alayhisolamning shu shaharda bo'lganligi degandek hukm chiqdi deb mana davatdi. Va validi va mawlad, har dada va tuqqun bilan qasam degani mufassirlar buni davatdi. Ya'ni Adam alayhisalom bilan qasam qilma va uning solih farzandlari bilan qasam qilma. Dada va validki, valid dada degan ma'noda. Mujohid davotida valid Adam alayhisalom va ma valad uning avlodlarining hammasini ko'rsatdi deydi. Ibn Kasir dedi, Mujohid va uning hamrohlari bo'lgan ko'z qarash intayin go'zal kuchli ko'z qarash, chunki Alloh subhanahu va taolo ummul qura bo'lgan masakinlar bilan qasam qildi. Masakinlar bilan qasam qildi. Undan keyin sakin bilan qasam qildi. Avval o'rin bilan qasam qildi, undan keyin tug'uz bilan qasam qildi. O'zim Odam alayhisalom insoniyatning otasi va uning bolasi. Tafsir Xazimning avtori davotida Alloh subhanahu va taolo
Mekke bilen qasam qildi, Mekkening şerefi, hürmeti üstüdün. Adem aleyhisselam bilen, peygamberler bilen, onun avlatlarından bolgan salihler bilen qasam qildi. Çünkü kafirlar gerçi Adem aleyhisselamın avlatlarından bolsunmu, onun hürmeti yok, qasam qilgudek. Hatta yuqsama bi, hatta yuqsima bi, onunla qasam qilgudek hürmeti yok onunki. Laqad xalaqnal insana fi kabad. Qasamlik bo'lgandan keyin qasamning javobi bu. Ya'ni biz insonni intayin jafat yaratdik. Ya'ni ma'u muqsamna alay. Ya'ni insonni qattiq jafat mashaqqat yaratdik. Inson davomli ig'ir turli mushaqqatlarni tetib turadi. Pat-pat. Ya'ni uningga jon kirgizilgandan tortib, shu jon uningdan ilingan chaqqicha inson tug'ildimi, o'lguncha jafada. Bizni kutayotgan jannatga nisbatan jafaki bu ya. İbn Abbas deyapti, fi kabad degani mashaqqat, qattiqlik degan ma'noda, ya'ni o insonning homildor bo'lishi, tug'ilishi, emitishi va amjakdan ayrilishi, yashash, hayot, o'limdan iborat. Hammasi mashaqqat. Bu yerdagi kabadning aslisi qattiqlik degan ma'noda. Dinda Alloh subhanahu va taolo odam bolasi jafo tortadigan, jafo tortadigan bir xalqni yaratib boqmadi deyildi ba'zi tarafdan. O shunday bo'lsa-mu xalqlarning eng ojizi. Abu Saud deyapti, oyat Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten bir teselli, yani Quraysh kuparlarından Resulullah'a jafo qilayotgan ishlarga qarata, andan Allah subhanahu va taolo Allohning qudratini inkor qilgan insonning tabiatini haqida xabar qilib, tirilish, yig'ilishni inkor qiladigan insonning tabiati haqida xabar qilib deyapti. Ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Ya'ni ma shaqi fajir. O'zining kuch-qudratiga mag'rurlanib ketgan ma adash. Şunda oylandı ki Allah subhanahu wa ta'ala onun gücü yetmeydi, qadir olmaydı, onun qattiq güçlü olganlığı üçün. Müfessirler deyapti, bu Ebil Eşed ibn Kelda haqqida tushgan bu naiti güçlük bulup o'zining kuch-qudratiga faxrlanadi, mag'rurlanadi. Uning odatda bunda tire selinib, putining ostiga qo'yiladi deydi. Kim bunu menden tatip ilmi təlsə, bunun amandaq bir nərsəni bir məndə etdi. 10 adam tatip, yere paç olub gedətdi ki, puti muqum, cim turatdı. Yani tərənməy turatdı. Bu, dəl üzünün şu küçügü məğrurlanıb, Peyğəmbər Aleyhisselam'a qılıvatqan əziyyətləri, dinə qılıvatqan düşmənlikləri ki, qarta ayətdə təhdid şəkildə üzünün küçügü işənmisin bu. Çünki bunun küçünü bəqini Allah, bunun bitirəb qılıdı degəndə təhdid şəkildə kəlgən. Yani ayetning ma'nosi ma'u hadidni oshgan, ma o'zini kuchli deb sanaydigan ma'u, mu'minlarni ojiz deb qaraydigan ma'u, uningdan hech kishi intiqom olishga qodir bo'lolmaydi deb o'ylandi bu. Bu o'zligini poeti yaqulu ahlaktu malan nurg'un pullarni xarjlatdim demdi bu. Yani ma kafir Peygamber Aleyhisselam'ı adavat qilish yo'llarida nurg'un pul xarjlatdim demdi. Ulusi deyapti, bu mushu gapni mu'minlarga po'chilib, faxr qilish uchun deydi bu gapni. Men nurg'un pul xarjlatdim deydi. Buningdan riya va sum'at boshqalarga anglatish uchun xarjlagan pullarni maqsad qilibdi. Bu yerdagi infaqning ihlok bilan ifodada ahlaktu deb bunday ifodalashi, uning parvo qilmagan nurg'un pulni xarjlatdi. Qanchalik pulti u degandek bir xil holatni ifodalash uchun ahlak deb ma iboratni ishlatgan. Ya'ni buni u manfaat umid qilib qilmagan, xuddi u nurg'un mollarni zoya qilayotgandek bir xil tuyg'u bilan ifodalaydi deydi. Va dilinde buni Rasulullohga bo'lgan o'chmanligining qattiqligini oshkorlash uchun uning uchun qanchalik pul bakolab kelsa mayli degandek bunday shaklda ifodalaydi deydi. Mashta demdi bu. Mustakabburlikdan shuna demdi bu. Ayahsabu an la yarahu ahad. Bu o'ylandı ki ayahsabu an lam yarahu ahad. Bu o'ylandı ki Allah onu şu pullarını xaylagan vaqtda ko'mil deb o'ylandi. O'ylandi ki bunun ishlari Rabbul ibadga maxfi deb o'ylandi. Laysa al-amru kama yazun. Ish u o'ylagandek emas ki, balki Allah davomli kuzatib turdi, xabardor olib turdi. Qiyomat kuni bundan savol so'raydi va shuni qartan jazolaydi. Deb Allah subhanahu va taolo shundan keyin ma aholisi deb bo'lgandan keyin buningga bergan ne'matlarini asl deb va ibrat olsin, vazifat olsin. Shunda davodiki alam naj'allahu aynayn. Hey, o'ylamamdi, qaramamdi, ko'mamdi. Biz ona ikki ko'z berdik. Yani ko'radigan ikki ko'zni uningga qilmadikmi? Va lisana va shafatayn. Buningga so'zlaydigan, qalbini ifodalaydigan til bermadikmi? Va shafatayn. Uning ig'ziga naq qiladigan ikki qalb bermadikmi? Shu orqali yeyish, ichish, fulash va bundan boshqa foydalanadi bu qalb orqali. Tafsir hozirda Allah subhanahu va taolo, yani Allohning ne'matlari o'zining bandasiga oshkora. Deb Allah uni bu yerda muqarrarlashtiryapti, kayfa shukra, uni shukr qilish uchun.
Ve hedeynahu necdeyn. Biz onunla iki yolunu başladık. Aldığı doğru yolunu mu, hata yolunu mu közettik. Yani onunla biz yaxşı yamanlıklı yollarını bayan kıldık. Hidayet dalalının yolunu bayan kıldık. Tanlısın üçün. Yani saadetinin yolunu mansın üçün. Şakavetinin yolunu nerelsin üçün. İbn Mesud davatıdı. Necdeyn yaxşı yamanlıkını görürsüdü. Hudde inna hedeynahu sebile imma şakira ve imma kefura diyen ayette mi? İnsan Allah yaxşılık yamanlık yollarını. Hemmini bayan kıldıkını tılgavatıdı ayette. Felaktahamel akabe. Fehelle enfak. Hey bu özünün malları ne? Mallarını aş iğir, meşakkat, capalarını kesişke çıkım kılsa olmamdı. Öz orduq sarap kılsa olmamdı. Peygamber aleyhisselam bu adavat kıldığı orduq işlet küçe, bedele eyyun fiqahu degen işletişinin orduğuna da ayak sarap kılsa olmamdı. Bahirde geldi, akabe özüge meşakkat kıldığın işlağı ariyat edildi. Yani bununla pul birlidi bunda işledi. Bizge japa muşakkatlik işledi. Şu japa muşakkatine der iqilişin pul gidip demez mi? Bu huddi tağının tusallıqları oqşutulup teşbihen laha bi aqabatil cebel. Tağının da aldıda tusallıqlarına oqşuştun keltirildi. Yani bu taqı çıqqa vaqtki qinoğa yani aqaba dep qoydu. Yani bunun şu tağının yolda mana işte meşakkat kiletti. İqtahamanın manası tiz kirgen manada. Yani bu bir misal bulup Allah onu özüyle kuraş kılışqa misal qilib keltirdi. Xohish bilan kurash qilishqa, shayton bilan kurash qilishqa misal qilib keltirdi ki Rahman Taoloning rizoligi qilish uchun. Yani aşu qiyinchiliklarni yang sonmamdi u. Ruhiy jihatga qiyinchiligini yang sonmamdi. Fikriy jihatga qiyinchiligini yang sonmamdi. Pullarini o'shaga sarf qilsonmamdi u. Nimda boshqa xajlaydi? Va ma adraka mal aqaba. Aqaba degan nima u? Haqiqiy inson yenishga tegishlik, o'zini majburlashga tegishlik, elishga tegishlik qadamlar, yo'llar qaysi yo'l u desa, fakkur aqaba. Ya'ni aqabadan biz o'tishgan nima bildirdi, san nim bilsa uni. Bu oddiy ish emas u. Manınğa xayrısı oldu, manınğa tirisi oldu, paxalansa maşılda paxalansa oldu. Bilemsen nima o? Mana bu aqabaning ahvolini buyuklitish va yo'g'onitish. Andikan uni tafsir qilib davatadi fakkur aqaba. Bu degan Alloh yo'lidagi qul ozod qilish. Qilsin ma'o, ma insonchilik ma'o, ma'o yaxshilik ma'o. Bu qulluqning sahibini asirlikdan qulluqdan qutqizish. Kim bir qulni ozod qilsa, buningga do'zaxdan fadiya bo'ladi bu. Aw it'amu fi yawmin zi masghaba. Yani faqirga ocharchilik bo'lgan ig'ir kunlarda tomoq qo'yish. Ma'o mana haqiqiy yaxshilik. Faxrlanishga tegishlik ish ma'o. Bir odam ma'ni yengaliza no'ch bo'ladi. Buni ma'o odamning haqiqiy aqaba. Oldiga kelib odamni to'sadigan to'salg'ini ma'o. Mush to'salg'larning hal o'talisa an no'ch bo'ladi. Peygamber aleyhisselamın qarşı xayri olgan pullarını bakar qilmasin, mayalarga xayrlasin, mayollarga xayrlasin pulni. Savi davatudu it'amni majaat günüsinden qayd qildi, chunki bundan kuni pul chiqarish eng ig'ir qildi odamga. Pul kengir vaqtda hammadan xayrlaydi, hammadan pulni g'amiga tushgan. Masalan, shu bir kunlar kirdi insonning beshiga hem öğlenninki menbeler üzlüdü, yolları kesildi. Hem öğlen neçillik zamanlardan ki akıbetlerimizin ensireydiğen. Muşuk pulunu çıng tutmasak, xuddi 2 yıldan keyin, 3 yıldan keyin açıqılıdığandek bir xil tuyğuda. Mandaq iniq degan vaqtda açarçılıqdan qo'rqayotgan, kelgusimizdan qo'rqayotgan bir mezgillarda iqtisodni xayrlayalish, bu aqabani yengillik qiladi. Yatiman za maqraba. Yani tuqqan bo'lgan, zamaqrab degan tuqqan bo'lgan yetimga tomoq qurish deydi. Ya'ni uni bilan o'tirda qarobat bo'lgan yetimga tomoq qurish mau aqaba. Yoki qattiq bechora namrat miskinga to'pig'i choplashib ketgan. O miskinan zamatroba. O'zining kambag'alligidan, bechoraligidan to'pig'i choplashib ketgan. Bu ham oyatdagi faqirlik, qiyinchilikning qattiqligini ifodalaydigan gap. To'pig'i choplashib ketgan deb-chi. Chiroyi to'pa deb ifodalangan emasmi? İbn Abbas aytadi, yani bu yolda taşlangan, topudan hech narsa saqlanganligini haq asosan uni tashlab etgan, hech nimasi yo'q odam demakchi. Summa kana minallazina amanu. Yani ondan keyin mushu ibodatlarni qilish Allohning rizoligi uchun. Va kana ma'a zalik, ashnu bilan iymoni rostchil mu'min bo'lsa, yuqori degan ishlarni qilib yengalisa, ondan iymoni rostchil mu'min bo'lsa, davatudu. Mufassirlar aytadi, ma'ayati shunday shart borki, mandan ibodatlar, qurab va taat iymon bilan manfaatdir deb meyin davatudu.
Va tavasav bis-sabr va ular sabrga tavsiya qilsa, o'zaro marhamatga tavsiya qilsa, ya'ni o'zaro ba'dum ba'dan degan o'zaro iymon qarta sabr, rahmonga itoat qilish qarta sabrga tavsiya qilsa va miskin bechoralarga shafaqat, marhamat qilishga tavsiya qilsa, mau ishlarni qilganlar, qilib kelib mujtamada shakl hozirlaganlar ulaika ashabul mayman. Ana shu yuqoridagi buyuk sifatlar bilan sifatlanganlar, ya'ni o'zlarining nomi-amal daftarlarini o'ng qo'l bilan ilib, ne'matlik jannatga kirib baxtli bo'ladigan jannat egilari buni mavla. Jannatga ana oson kirib olmaydi, birodarlar. Ya'ni cho'qim qilishlik bir ishlar bor. Buni Qur'on aqaba deb sifatladi. Aqabat deb sifatladi. Ya'ni bu qiyinchilik, tusalg'i, mush tusalg'ini o'tmay turib, mush tusalg'ini halq o'tmay turib qolgan ekan. Vallazina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama. Madamda dastlabdagi mu'minlarning masalasi tilg'alindi ya, mu'minlar qilib tegishlik ish tilg'alindi ya, endi kuffarlarning masalasi tilg'alinib, vallazina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama. Ya'ni abrorlar bilan fujjarlarning o'tirisi selishtirildi, cho'q bir yerga kelindi. Qur'on uslubi bo'yicha targ'ibot tarhibat. Nimishqa ahli jannat bilan ahli narning, suadotlar bilan yamonlarning o'tirisiga farqni bayon qilish. Ya'ni payg'ambar alayhisolamning payg'ambarlikni inkor qilgan kishilar, Qur'onni inkor qilgan kishilar bular sol taraf ahlidir, dozaq ahlidir. Chunki ular nomi amal kitoblarini sol tarafdan oladi. Bularni 3-damir g'oyib damir bilan ifodaladi bu yerda. As'ulayk ashabul maymun deb hum ashabul mash'ama deb ifodalashi, ya'ni ular muqaddasning ya'ni payg'ambar alayhisolamni ulug'lash huzuridan g'oyib ular, uning do'stlik karomatidan g'oyib ular deb ma'qul shaklda. Alayhim narun mu'assada. Bularga yepilgan, taqalgan, ular dum ko'mtirilgan bir dozaq bo'ladi. La yadkhulu fiha ruh va la rayhan. Unda na ruh, na rayhan kirmaydi uningga. Ne uningdan mengu qanday qilmaydi, chiqmaydi. Allohumma la taqtulna bi ghadabik. Ey Alloh, mana oxirdagi mufassirning duosi, bizni o'zining g'azabidan o'ltamizlar, bizni azobdan halok qilmaslar, bizni shu dozaqdan qutqazlar. Ya Robbil alamin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.